Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, Bütkeni sıkkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Musab'tek, şir yürek oğlanları. Rabia ibn Ziyad Haris. Men xalifa bo'lgandan tartib hozirgacha hech kim menga Rabia ibn Ziyoddek raskab qilib boqmadi. Umar ibn Xattob. Allohning payg'ambari islom nuriga purkigan shahri Madina bu kunlarda uning xalifasi va sodiq do'sti Abu Bakr radhiyallohu anhudan ayrilib qolganlik motam qayg'usiga cho'milgan edi. Shu kundan e'tiboran har qaysi shaharlarning vakillari Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga qo'l berib, uning xalifaligiga bay'at qilish uchun har tarafdan kelishga boshildi. Shundoq kunlarning birida Umar ibn Xattobning oldiga Bahrayndan kelgan elchilar boshqa bir turkum elchilar bilan birlikda kirib keldi. Al-Faruq laqabi bilan atalgan mu'minlarning bu yangi xalifasi musulmonlarning manfaati uchun foydali bo'lgan dono fikr javharlarining o'tirg'i qo'yilishini elchilardan to'liq umid qiladi. Umar qishig'i kirganlardan bir qancha kishini so'zlashga taklif qilgan bo'lsa-mu, ulardan Umar umid qilgandek biror gap chiqmadi. U elchilar ichida turqidan yaxshilik alomati bilinib turgan bir odamga ishorat qilib, "Sen o'z ko'z qarashingni so'zlab boq", dedi. U odam oldi bilan Allohga hamdisini o'qigandan keyin, "Ey mu'minlarning xalifasi, Alloh seni musulmonlarga sinoq yuzidan xalifa qildi. Sen ega qilingan ishlarda Allohdan qo'rq. Bilginki, Furat daryosi qirg'oqida biror qo'y yutib ketsa, qiyomat kuni shuning so'riqini tortsan", dedi. Umar buni anglab ovozini chiqarib yig'lab ketdi va "Men xalifa bo'lgandan boshlab hech kim menga sendek raskab qilib boqmagan edi. Sen kim bo'lasan?" deb so'radi u suhbatishidan. "Men Rabia ibn Ziyad Haris. Muhojir ibn Ziyad Harisning qerinishimi?" "Ha." Majlis tarqaganda Umar Abu Musani chaqirib, "Sen Rabia ibn Ziyadning ahvolini kuzat. Agar u rostchil bo'lsa, uningda mushu ummatning ishlari uchun nurg'unlagan yaxshilik bor. Uni biror xizmatga o'rinlashtirib, menga uning xabarini ber", deb topildi. Bu ishdan keyin ordan uzun o'tmay Abu Musa xalifaning buyrug'iga asosan Ahvoz zamindagi Manazir shahrini fath qilish uchun askar tayyorlab, bu qo'shinga Rabia ibn Ziyad Harisni va uning bir tuqqan muhojir qerinishini ilib oldi. Abu Musa Manazir shahrini muhosirga oldi. Urush tarixida oz uchraydigan bundoq urushni ular texi ko'rib boqmagan edi. Mushriklar urushish kuchining kuchlikligi va chidamchanligi bilan tasavvur qilg'usiz botirliklarni ko'rsatdi. Buning bilan musulmonlar qo'shinida talafot ko'payib ketdi. Musulmonlar bu kunda Ramazon ro'zasini tutgan holda urushdi. Rabiyaning qerinishi musulmonlar ichida o'limning ko'payayotganligini ko'rib, Alloh roziligi uchun o'z jinini otidida o'limga tayyorlandi. Ham qerinishi Rabia ibn Ziyadga vasiyat qildi. Rabia ibn Ziyad Abu Musaning qishig'i berib, "Mening bir tuqqan qerinishim hozir ro'za tutgan holda Allah yo'lida o'z jinini tikmoqchi bo'lyotdi. Musulmonlarga urush bilan ro'zning qiyinligi tangilib, irodalari bo'shab qelyotdi. Ham ularning hech biri ro'zni buzishga urinmayotdi. Endi sen xohlagan buyruqni ber", dedi. Abu Musa o'rnidan turib, qo'shinga qarab unlik ovozda, "Ey musulmonlar guruhi, men har bir ro'za tutquchining yoki ro'zasini buzishini yoki urushdan chekinishini buyurayman", dedi. Va kishilarning suv ichish uchun yinidagi cho'ygundan suv ichdi. Boshqalarmi uningga agishib suv ichdi. Rabiyaning qerinishimi buni anglab darhol suvdan bir yutum ichdi va "Alloh bilan qasamki, men bu suvni ussizligimni qondirish uchun emas, balki boshliqning buyrug'ini ijro qilish uchun ichdim", deganicha qilichini sug'urib, saplarni yerib olg'a ilgirlab, dushmanlarning bishida qilich o'yinishga boshildi. U dushman sepiga shikarlab kirganda har tarafdan uningga qilich, nayza va o'qyalar uchib kelib sanjalashga boshildi. Oxiri u yerga yiqildi. Dushman qo'shini uning beshini kesib olib, egiz bir yerga esib qo'yishdi.
Rabiya qerinchining beshiga qarab, "Muborak va yaxshi o'rinlar sana bo'lsin. Alloh bilan qasamki, Alloh xolisa men sen va barliq musulmonlar uchun intiqom olaman", dedi. Abu Musa Rabiyaning qerinshiga ish og'ritayotganligini, dushmanlarga dilida nafrat yenayotganligini ko'rib, qo'shinning qo'mondonligini uningga topshirib berib, o'zi Suz shahrini fath qilishga yurib ketdi. Rabiya va uning qo'shinlari mushriklarga xuddi bo'rondak etildi va shahar sepili ichiga kalkun dumilatgan toshdak bostirib kirdi. Buning bilan dushmanning kuchi ojizlab, Allohning xohishi bilan Manozir shahri musulmonlarning qo'lida fath qilindi. Rabiya qarshilashganlarni o'ldirib, kichiklarni asirga olib, u yerdan Alloh xohlagan narsalarni o'lja oldi. Manozir urushidan keyin Rabiya xuddi kecha osmonda chaqnagan yulduzdek nurliq simo bilan hammaga tunishliq bo'lib, uning sharaflik nomi eg'izdan eg'izga ko'chishga boshladi. U hamma kishining nazarida qo'lidan cho'ng ishlar keladigan katta qo'mondon bo'lib ataldi. Musulmonlar Sijiston shahrini fath qilish qaroriga kelganda, qo'shinning qo'mondonligi uningga topshirildi va uning quli orqali bu shaharning fath qilinishi umid qilindi. Rabiya Alloh yo'lida jihad qiladigan qo'shinini boshlab, yirtqich hayvonlarni kesib o'tolmaydigan musofasi 75 farsakh keladigan bu bepoyon cho'lni besib o'tib, Sijistonga qarab yurish qildi. Uning bu yurishda tunji bo'lib duch kelgani Sijistonga o'tar yo'ldagi Rostoquzaliq shahri bo'ldi. Bu shahar egiz sepilar bilan qo'rshalgan, katta binolar silingan, boyliqi ko'p, mevalari mo'l bir shahar edi. Zeri qo'mondon Rabiya bu shaharga yetib berishdan burun bu shaharning ahvolini yiroqdan kuzatish orqali bu shahar ahlining pat orada nihoyat cho'ng bir bayram o'tkazadiganligini ta'minladi va bayram mezgilida hujum qilish uchun fursat kutib yotdi. Oxiri bayram vaqtim keldi. Shahar xalqi hech nimadan xabarsiz bayram tantanasi o'tkazayotgan kechalarning birida shaharga tuyuqsiz hujum qilib, shahar xalqining beshida qilish o'yinishga boshladi. Bu shaharni nihoyat tez suratda ishg'ol qilib, ulardan 20 ming kishini asirga oldi. Bu shaharning boshlig'i asirga tushdi. Asirga tushganlarning ichida yana boshqa bir kanitdan bu shaharning boshlig'iga pul topshirish uchun kelgan bir xodim bo'lib, uning yonidan 300 ming tanga chiqdi. "Bu pullarni qayerdan olib kelding?" deb so'radi Rabiya. "Kanitlarning biridan", deb javob berdi xizmatkor. "Har bir kanitdan har yili mushunchalik pul yig'alamdi?" "Shundoq." Urush oxirlashganda shahar boshlig'i o'zi va bolalarini qutuldirish uchun nurg'un to'lam puli bilan keldi. "Sen ko'p badal to'lsang, ondan seni qo'yib o'taman", dedi Rabiya shahar boshlig'iga. "Nima shart?" deb so'radi shahar boshlig'i. "Men nayzamni yerga sanjayman. Sen nayzamning atrofiga toki nayzam ko'milguncha oltin kumush to'ksan", dedi Rabiya. Shahar boshlig'i buningga ma'qul bo'lib, konlarga berib, nayza ko'milguncha oltin kumush elib kelib to'kdi. Rabiya o'zining g'olib qo'shini bilan Sijiston zaminiga qarab mangdi. Uning etining tuvoqlari dastigan hamma yer ularning fath qilingan zaminiga aylandi. Nurg'un shahar ahli yuziga texi qurol tanlanmasdilla o'zligidilla taslim bo'lib, ularning oldiga kelishga boshladi. Sijiston shahri bo'lsa, har qanday badal to'lashga qaramay, qarshilik bildirib, shaharni saqlab qolish planini qurishga edi. Ikki taraf uchrashib, jang maydonida shunchalik qattiq urushdiki, urushning g'alabasi musulmonlar tarafga yuzlanganda, bu shaharning boshlig'i Barvayiz kuchining tugash vaqtidan burun sulh orqali o'zi va xalqini saqlab qolish niyatida Rabiyaga elchivatdi. Rabiya sulh tuzishga ma'qul bo'lib, vaqt bekitdi. Rabiya qo'l ostidagilarga kelmoqchi bo'lgan Barvayizning yo'liga va sulh tuzilgan o'rinning atrofiga Paris askarlarining o'likini qalayimqon tashlab qo'yishni buyurdi. Rabiyaning o'zimi gavdlik egiz bo'y, surlik odam bo'lg'achqa, uningga qargan odamning tini shurkinatdi. Barvayiz sulhga Rabiyaning qishig'i kirish bilanla tini shurkinib, qo'rqindan bo'ljun go'shlari tortishib ketdi. Yurkining silishi tiklab, hatto uningga yaqinlashishga jur'at qila olmadi. Barvayiz kekashlab turib, sulhining badali uchun beshida oltindan jami bo'lgan 1000 nafar qul taqdim qildiganligini va'da berdi. Rabiya bu kelishimga ma'qul bo'ldi. Atsi Rabiya beshida oltin jami bor 1000 nafar qul bilan birlikda musulmonlarning takbirlari orasida
shaharga g'oliblarcha kirib keldi. Mana bu kun Allohning kunlarining ichidagi xotirlashga arziydigan kunlarning biri edi. Robiya hayoti bo'yicha Allohning musulmonlar uchun dushmanga urilgan qilichi bo'lib yashadi. U musulmonlar uchun nurg'un shaharlarni fath qilib va ularni boshqarib berdi. Xaliflik huquqi Bani Umayyaga kelganda Muaviya ibn Abu Sufyan uni Xurosonga boshliq qildi. Lekin Robiya buningga qiziqmadi. Bo'libmi Bani Umayya mo'tavarlaridan birining uningga yozgan tuvanniki xati uning huquqi bo'lgan o'chmanligini texmo oshirib o'tgan edi. U xatda mundaq yozilgan edi: Mu'minlarning xalifasi Muaviya ibn Abu Sufyan urushda o'ljaga tushgan oltin kumushlarni musulmonlarning xazinasiga topshirib, qolganlarni mujohidlar orasida taqsim qilishga buyurdi. Robiya bu xatga javoban: Men Allohning kitobidan mu'minlarning boshlig'i menga buyurgan narsaning dal aksini topdim deb yozib avatgandan keyin kishilarga atdiganda g'animatinglarni ilib olinglar deb jakalat quzdi. Ondan g'animatlarning 5dan birini Damashqdagi musulmonlar xalifasiga avatib berdi. Bu xat yetib borgandan keyingi juma kuni Robiya oq kiyim kiyib masjidga kelib kishilarga xutba so'zildi. Ondan kishilarga: Men hayotlikdan charchadim. Men duo qilaman. Menga amin deyishib beringlar dedi. Ondan: Ey Alloh, agar sen menda biror yaxshilik bor deb qarasang, meni kechiktirmasdan o'z dargohingga elib ketgin deb duo qildi. Kishilar amin deyishdi. Dal shu kuni kechqurun kun texi patmay turibla Robiya Parvardigorning dargohiga ketib qoldi. Alloh uningdan rozi bo'lsin va uni rozi qilsin. Payg'ambarligini Alloh uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Usmon nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari